Assalomu alaykum, Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Odatda butun dunyoda juda ko'p go'yo adolatsiz bo'lib ko'rinadigan voqea hodisalarni kuzatamiz va ko'pincha ularni kelib chiqishini, ro'y berish asl sabablarini tushunmaymiz. Va bu adolatsizlik har bir insonning shaxsiy hayotidan tortib, butun olamning katta muammolarida ham har doim bordek. Misol uchun nimaga onam mani emas, ko'proq opamni, ukamni yaxshi ko'radi degan shaxsiy savollardan tortib, nimaga u yoki bu mamlakat tashlandiq yo hech narsa o'smayotgan bir joydan qisqa vaqt ichida ajoyib badavlat, rivojlanayotgan davlatga aylanyapti va nimaga hamma mamlakatlar shunday yo'ldan ketmayapti degan cheksiz global savollargacha. Oddiy qilib aytganda, barcha gap muvozanatning buzilishida. Chunki adolat bu muvozanatdan boshqa hech narsa emas. Bu mavzu aslida juda ham chuqur, juda ham keng, uni turli hodisalar bilan bog'liq holda o'rganish mumkin. Lekin oson tushunish uchun oddiy kundalik turmushda erkak va ayollarning munosabatida ko'rib chiqamiz. Hamda turli murabbiylar va manbalar, ya'ni jonli etika, Deepak Chopra, Greg Braden, Trotsky, Neil Walsh mehnatlariga tayangan holda yoritishga harakat qilib ko'ramiz. Adolat koinotning tayanch qonuni sifatida, masalan, jonli etikada shunday tushuntiriladi. Har qanday harakat, har qanday fikr, har qanday hissiyot, hamma narsa energiya darajasida ma'lum bir oqibat yaratadi. Va koinot har doim bu oqimni muvozanatga keltirishga intiladi. Shunday koinotdagi hamma narsa sabab va oqibat qonuniga bo'ysunar ekan, hech qanday hodisa tasodifiy emas. Hech qanday jazo sababsiz kelmaydi. Va adolat mexanizmi mohiyatida odamlar odatda o'ylaydigan o'sha qasos, jazo emas, balki buzilgan muvozanatni tiklash prinsipi yotadi. Chunki adolat aslida bu olamdagi kuchlar, energiya hamda oy muvozanatiga asoslangan uyg'unlik. Adolat bu muvozanat bo'lsa, demak qandaydir qarama-qarshiliklar ham ko'zda tutilgan. Albatta, chunki biz yashayotgan dunyo bu tun kun, yorug'lik va zulmat, quvonch va azob, yaxshilik va yomonlik o'zaro ta'sir qiladigan qarama-qarshiliklar dunyosi. Bu evolyutsiya rejasi shunday. Chunki biz insonlar faqat kontrast orqali asl mohiyatimizni taniymiz, rivojlanamiz va aynan shunday dunyoda adolat qarama-qarshilikni yo'q qilishga emas, balki qarama-qarshi energiyalar orasidagi muvozanatni topish va saqlashga xizmat qiladigan olam qonuni hisoblanadi. Ya'ni dual dunyodagi har bir harakat albatta qarama-qarshi reaksiyaga sabab bo'ladi. Va bu ma'noda adolat jazo ham emas, mukofot ham emas, balki tizimni muvozanatga keltiradigan bir mexanizm hamda u sabab-oqibat qonuni yordamida ishlaydi. Endi hayotning eng ahamiyatli va rivojlanishga undaydigan asosiy qarama-qarshiligi bu erkak va ayollik tamoyillari hisoblanadi. Hozirgi kunda barchamiz erkaklik va ayollik energiyalari o'rtasidagi global darajada nomutanosiblik davrida yashayapmiz. Chunki ayollik energiyasi juda ham bostirilgan, tahqirlangan, qadrsizlangan. Bu holat ayniqsa sharq mamlakatlarida va butun dunyoda ham u yoki bu darajada mavjud. Jamiyat so'zda, qonunda tenglikni o'rnatishga harakat qilyapti, lekin amalda insonlar eng muhimi o'sha ichki muvozanatni yo'qotishyapti. Va dual dunyomizda bu ikkita energiyalarning muvozanatisiz na adolat, na sevgi o'rnatish, na ma'naviy o'sishning imkoni mavjud. Yana bir bor ta'kidlash joiz, ayollik energiyasi bostirilgan joyda, makonda jamiyatda hech qachon hech narsa uyg'un rivojlanmaydi, gullab yashnamaydi. Va hozirgi zamon mana shu erkaklik, ayollik energiyalari yoki tamoyillarning muvozanati ashaddiy darajada buzilgan davr hisoblanib, uning belgilari quyidagicha. Tizimda, jamiyatda, yashash tarzimizda erkaklik energiyasi ustunlik qilyapti. Va bu kuch, intellektual rivojlanish, bosim, boshqaruv, tuzilmalar mantiqda namoyon bo'ladi. Ayollik energiyasi va uning ifodalari intuitsiya, his qilish, yurak-qalb tushunchalari, g'amxo'rlik, qabul qilishdek jarayonlar umuman qadrsizlangan. Ayollar erkak rollariga da'vat qilinyapti, erkaklar esa zaiflik huquqidan mahrum bo'lishgan. Bu degani zamon va tizim ayollarni agressiv,
o'ta qattiqqo'l, o'ta faol, o'ta mantiqan, hissiyotlarsiz bo'lishga, erkaklarga esa aksincha o'z charchog'ini, ko'ngildagi zaifligini ko'rsatmaslikka majbur qilyapti. Ya'ni notabiiy narsalarga oilalar buzilyapti. Odamlar o'sha sevgidan, mehrini ifoda qilishdan qo'rqishadi. Ayol borgan sari go'yoki kuchli bo'lyapti, lekin ichida u juda ham toliqqan, charchagan. Erkaklar go'yo omadli, lekin ichlarida ular yo'qolgan, tayanchi yo'qdek. Bu ikkita energiya nafaqat jinsiy ko'rinishda, balki olam ishlaydigan muhim tamoyil sifatida ham har doim balansni saqlay bilish kerak. Oddiy misol, erkaklik tamoyili bu g'oya, fikr bo'lsa, ayollik tamoyili o'sha hislarda namoyon bo'ladi va ular uzviy bog'liq. Tuyg'ularsiz fikr bu o'lik bir kod, hayotsiz shakl. Fikrlarsiz his qilish esa bu betartib, yo'nalishsiz bir oqim. Mana shu tamoyillarning bog'lanishi orqali, ya'ni fikr to'yinganda va tuyg'u esa ongli bo'lganda, ong va yurakning o'zaro ta'siri ro'y berar ekan. Bu odamning ichida qanday his qilinadi? Ikkala tamoyil ham insonda ichki kuchlar sifatida yashaydi aslida. Erkaklik tamoyili diqqatni jamlay bilish, harakat qilish, qaror qabul qilish va fikrlarni yo'naltirish singari qobiliyatlarda namoyon bo'ladi. Ayollik energiyasi esa his qilish, intuitsiya, ilhomlanish, bog'lanish va ishonish qobiliyatlarida yotadi. Ular hamkorligida ishlaganda fikr g'oyani tug'diradi. Bu erkaklik tamoyilining namoyon bo'lishi, tuyg'uni hayot bilan to'ldiradi. Bu ayollik energiyasi. Va keyin ikkita tamoyil birlashmasidan yangi farzandlik, yangi voqelikning tug'ilishi sodir bo'ladi. Lekin aksariyat insonlar umuman bu tomonga qarashni ham istashmaydi. Na ichki dunyosiga, na o'sha qalbning sadolariga, intuitsiyaga, hissiyotlarga, yuragidagi sokin ovoziga o'zini o'rganishga, ya'ni ayollik energiyaning ifodalariga. Mana masalan kanalimizda vaziyatni qo'yib yuborish degan eshittiruvimiz yoki qabul qilish va ruxsat berish degan efirlarimiz va boshqa hokazo efirlarimiz mavjud. Bu aynan ana shu ayollik energiyasining hayotdagi ko'rinishi hisoblanadi. Lekin ko'pchilik aynan shunday holatga erisha olmaslikdan aziyat chekishadi. Oqibatda hayotda muvozanatga olib boradigan qarama-qarshiliklarning chiroyli va rivoj uchun kerakli bo'lgan hayot raqsi o'rniga faqat zo'riqish, faqat kurash, hammasi qiyin kechadi. Bu ortiqcha erkaklik energiyalar. Masalan, mana oddiy odamda muvozanat buzilishi qanday ko'rinadi? Hammasini o'zim qilaman kechinmasi orqali, yordam so'rashni istamaslik orqali, doimiy man qilishim kerak holati orqali, doimiy kurash rejimida ishlash orqali, tinimsiz faoliyat, tinimsiz nazorat, ortiqcha yuk, charchoq, hissiy qotib qolish holati, keraksiz marralarni zabt etish, mantiqning hissiyotlardan ustunligi, his tuyg'ularni inkor etish, hissiyotlarni bostirish, intuitsiya bilan bog'liq qiyinchiliklar, ichki dunyosidan izolyatsiya, ya'ni ko'pincha umuman tan olmaslik ichki dunyoni. Qabul qilishda ham qiyinchiliklar, masalan, o'sha yordamni yoki kimdandir mehr ifodasini qabul qilish. Agar men o'zim qilmasam, bu meni zaifligimni ko'rsatadi, shiori ostida yashash. Bu degani esa inson o'z ichki dunyosiga, uni o'rab turuvchi olamga, ulkan bir kuchga nazar solmayapti. U faqatgina aqliga tayanib yashaydi. O'ziga va boshqalarga yuqori talablar, mukammallikka moyilligi bor. Shunday bo'lsa-da, ko'pincha barcha kuch nazoratga, kurashga sarflanganligi sababli juda kuchli, surunkali mas'uliyatsizlik kelib chiqadi. Umumiy muvozanat buzilishi oqibati esa bu muloqotlar, munosabatlar ko'pincha mutlaqo nouyg'un bo'ladi. Masalan, jonli etikada shunday misralar keltirilgan. Ayol yurak olovining qo'riqchisi, nafis qatlamning o'tkazuvchisi. U kamsitilganda yoki bosim ostiga tushsa, nafaqat uning ruhiyati buziladi, balki oilada, jamiyatda va hattoki tabiatda energiya oqimi buziladi. Ya'ni ayol muntazam ravishda qadrsizlanganda, ona sifatida, ayol sifatida, ruhiy mavjudot sifatida uning energiyasi erkakni oziqlantirishni to'xtatadi. Erkak tajovuzkor, impulsiv bo'lib qoladi. Nazoratni qidiradi. Jinslar urushi boshlanadi va eng yomoni bu nafis qatlamlarda energiya darajasida juda ham katta nizo yoki uyg'unsizlik ro'y beradi. Sabab va oqibat qonuniga asosan bu albatta urushlar, falokatlar, jamiyatdagi iqtisodiy qashshoqlik, oilaviy halokat va yolg'izlik orqali jamiyatga qaytib boradi.
doimiy himoya holatida yashovchi ayol nafaqat ruhan sog'lom bolani, balki har qanday g'oyani, loyihani, ilhomni ham dunyoga keltira olmaydi. Yuragidan kesilgan erkak esa rahbarlik, yetakchilik qila olmaydi. U faqat bosim qilib itarib turishga qodir. Ayol tabiati esa hech qachon bosim ostida bo'ysunmaydi. U faqat sevgini taniydi va sevgi, mehr yordamida biron ijobiy natija berishi mumkin. Umuman olganda ko'plab manbalarda insoniyatning juda ko'p muammolarga, tanazzulga uchrashi aynan ayollik tamoyilining xo'rlanishi bilan boshlangan. Shu sababli adolatni va ayollik energiyasining qadrini qayta tiklash juda ham muhimdir. Va birinchi o'rinda ayolning o'zi ham albatta faqat itoat, bo'ysunishga asoslangan yashash tarzini, aqliy zaiflik qismatini rad etishi hamda o'z rivoji, o'z ta'limiga alohida e'tibor berishi juda muhim. Shunda u erkak prinsipi bilan hamkorlikda yangi dunyoni yaratishni boshlaydi. Chunki koinotda passiv jarayonning o'zi yo'q. Ayol bu ijodiy kuchning, ijodiy energiyaning ifodasi va koinot ayol ijodkor energiyasining buyukligini ham tasdiqlaydi turli manbalarda. Ayol bu tabiatning timsoli va inson emas, tabiat insonga murabbiylik qilishi mumkin. Ayolni kamsitish koinot qonunini, tabiat uyg'unligini buzishdir va bu narsalar hech qachon javobsiz qolmaydi. Misol uchun, ayolga ikkilamchi mavjudot sifatida qaraydigan har qanday erkak o'zida ichki nouyg'unlikni yaratadi aslida. U anima yoki qalbining ayol qismi bilan aloqani yo'qotadi. Bu ichki yoriq, depressiya, yurak muammolari va ijodiy energiyaning bloklariga olib keladi. Har bir inson ham o'z ichidagi erkaklik va ayollik energiyalari o'rtasidagi muvozanat ustida ishlashi juda ham muhim. Chunki bu muvozanat ichki xotirjamlikning asosi. Mana shu balansning yo'qligi biz odamlarni xuddi bir qiyshaytirib qo'ygandek. Ayollar o'z tanasi bilan, erkaklar esa o'z ruhi bilan aloqani yo'qotishgan. Biz ayolni ichimizda ham, tashqi olamda ham inkor qiladigan bo'lsak, aslida tabiatni inkor etamiz. Erkaklikni ham albatta inkor qilsak, harakatni, ilgari siljishni, rivojni inkor etgan bo'lamiz. Faqatgina ularning birlashuvida yaxlitlik tug'iladi. Mana Dmitriy Trotskiy o'z ma'ruzalarida shunday bir misol keltiradi. Unga yuzlab erkaklar nimaga men o'z biznesimda, ishlarimda to'xtab qolganman, shuncha harakat qilaman, lekin siljish bo'lmayapti. Ana qandaydir samara berishni boshlaganda yana qarz, yana bankrot, yana tanazzulga uchrayapman. Oilam buzilyapti, turmush o'rtog'im ketib qoldi degan murojaatlar bilan, o'sha arizalar bilan murojaat qilishadi va mazkur murabbiy mantiqiy javobni emas, balki tushunishda juda ham chuqur bir qalb darajasidagi mexanizmni desak ham bo'ladi, o'sha mexanizmni beradi. Buning uchun tog'larni, dunyolarni zabt etish kerak emas. Buning uchun faqat o'sha ayolini jerkmasdan, mensimasdan, jahl qilmasdan, diqqat bilan, mehr bilan o'z ayolini tinglashni boshlash kerak. Va erkaklar odatda o'zlari uchun bu mushkul jarayonni boshlab, juda ham yaxshi ijobiy natijalarga yetishganlarini aytishgan. Chunki bu ishlaydigan mexanizm va uni faqat yurak darajasida anglash mumkin, tushunish mumkin. Aslida va nihoyat ayollik energiyasi qadriga yetgan, umuman bu dunyo qanday tuzilganligini o'rganishga tushgan har kim buni darrov anglaydi. Endi murabbiy tavsiyasiga qaytadigan bo'lsak, u erkakning muvaffaqiyati to'g'ridan to'g'ri o'z ayoliga bo'lgan munosabatiga bog'liq deb ta'kidlaydi. Va bu muvaffaqiyat erkakning ichki holati, uning ichki ulg'ayganligi, o'ziga nisbatan rostgo'yligi va qarama-qarshi jins bilan qanchalik rostgo'yligi bilan uzviy bog'liq. Demak, ayolning erkakning yonida bo'lishi bu mukofot emas, yo bir loyiha emas, balki erkakning hozirgi ichki holatining to'liq aksidir. Chunki u o'z ayoli erkakning o'zi haqida nima deb o'ylashini emas, balki aslida kimligini ko'rsatib turadi. Agar erkak o'z ayolidan norozi bo'lsa, bu xotin almashtirish uchun emas, balki o'z ichiga rost qarash uchun bahonadir. Haqiqiy ulg'aygan erkak o'z his-tuyg'ulari va harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan, omadsizliklari uchun ayolini ayblamaydigan inson ekan.
Chunki tashqarida sodir bo'layotgan hamma narsa, har qanday vaziyat, voqea, hodisalar aslida faqat insonning o'zi bilan va o'z yo'ldoshi bilan qanchalik rost bo'lishining aksidir. Hamkorlik faqat yolg'on, umidlar va nimadir olish istagi yo'q joyda bo'lishi mumkin. Bu hamkorlikni muvozanatga keltirish uchun amaliy bir qadamlarni umumlashtiradigan bo'lsak, bu to'g'ri muloqot qilishga urinmaslik kerak ekan, balki haqiqiy asl bo'lish tavsiya qilinadi. Ya'ni o'z qo'rquv, ishonchsizliklari, ilhom, dard, quvonchlari bilan birgalikda. Chunki ayol darrov soxta narsalarni his qiladi. U aytmasligi mumkin, lekin 100% bu narsalarni sezadi. O'sha ayolda ko'rgan narsalarga rost qarash ham tavsiya qilinadi. Ya'ni agar ayol munosabatlarda bezovta qiladigan bo'lsa, quvontirsa yoki qo'rqitsa qandaydir kechinmalari bilan, bu kechinmalar u haqida emas aslida, balki erkakning o'zi haqida. Bu degani, agar erkak muloqotdan keyin charchoqni, g'azabni yoki xavotirni his qiladigan bo'lsa, demak uni ichida qandaydir ichki og'riq faollashgan. Bu ayol muammosi emas, balki erkak kishi o'sishi mumkin bo'lgan bir yo'nalish o'zini bildirib turibdi. Ichkariga qarash kerak. Qanday jarayonlar sodir bo'lyapti, ularni o'rganish tavsiya qilinadi. Munosabatlarda foyda olishga ham intilmaslik, balki ma'noga intilish amaliy qadami mavjud. Chunki hamkorlik bu resurslar haqida emas, balki energiya almashinuvi haqida. Agar erkak buni foyda uchun qilsa, ilhom hech qachon tug'ilmaydi. Agar bu ma'no uchun bo'lsa, foyda o'z-o'zidan keladi. Jonli etikada ham masalan shunday tavsiyalar mavjud. Umumiy oliy bir niyatni aniqlang deyiladi. Birgalikda dunyoga nima keltira olamiz? Bu albatta har tomonlama ruhan, jismonan sog'lom, chiroyli farzand bo'lishi mumkin. Odamlarga yordam berish, ongli rivojlanish, bu dunyoga har qanday yuksak go'zallikni keltiradigan har qanday narsalar bo'lishi mumkin deyiladi. Ayolning yo'liga ham aralashmaslik tavsiya qilinadi. Chunki ayollik energiyasi tirik va oqim singari daryo singari oquvchan. Shu sababli uni nazorat qilishga yoki tuzatishga urinmaslik kerak. Ayol erkak uchun intuitsiya bo'lsin va erkak esa ayoli uchun himoyasi bo'lsin. Ichki yurak olovni tirik saqlashga urinish lozim. Oddiy so'zlar bilan erkak o'z ayolini nazorat qilmaydi, boshqarmaydi, o'z kelajakni ham boshqarishga urinmaydi, balki bor kuchini hayotga bo'lgan ishonchga, o'zini o'rganishga, oliy qonunlarni o'rganishga, o'zi bilan va yaqin insoni bilan rost bo'lishga, hayot bilan rost bo'lishga, o'zini ustidan ishlashga sarflaydi. Ayol esa erkak uchun o'ziga xos bir kompasdir. U uning zaif tomonlarini ko'rsatib turadi, o'sib rivojlanishiga turtki bo'ladi. Aynan ayol erkakka o'zini aldab yashashga, ya'ni yaxshi ma'noda tinchlanishga imkon bermaydi. Va agar erkak o'z ayolini qarshi bir dushman yoki talabchan bir sudya sifatida emas, balki qalbining bir qismi sifatida, yaxlit o'sha bir ruhining bir qismi sifatida qabul qilsa, u har tomonlama o'sadi. Umumlashtiradigan bo'lsak, erkakning muvaffaqiyati g'alabalarda, jamiyatiga qandaydir o'zgacha maqomlarni erishishda yoki nazoratda emas ekan, balki ichki yetuklik, o'sha ulg'ayganlik, o'zi bilan rostgo'ylik, mas'uliyat va ishonch holatiga erishishda ekan. Ayol maqsad emas, balki erkakning ichki dunyosi, o'sha ahvolining tabiiy aksi va har qanday inqiroz bu aslida navbatdagi imkoniyat deb ta'rif berilar ekan. Ya'ni ayol ketganida, biznes qulab tushganida, muammolar paydo bo'lganda ma'no yo'qolgandek. Lekin bu adolat tamoyili tomonidan, olam tomonidan insonga aslida o'z ichiga qarashga bo'lgan taklif. Va erkak qanchalik tez aybdorlarni qidirishni to'xtatib, o'zini ko'rishni, his qilishni va asl o'zi bilan rost bo'lishni boshlasa, u hayot bilan tezroq aloqani tiklaydi. Va keyin tashqarida hamma narsa yolg'onlarsiz, yangi tarzda, ijobiy tarzda quriladi. Inqiroz hamma narsa tashqaridan qulab tushgani uchun emas, balki inson ichida uzoq vaqt davomida o'lik bo'lganligi uchun ham sodir bo'ladi. Bu jarayon davlat darajasida ham, jamiyatlarda ham, xuddi shunday, o'sha oilada ham xuddi shunday prinsipda kechadi. Agar biron bir oila, kollektiv, xalqda, davlatda erkaklar ayollarning g'oyalari, ayollarning his-tuyg'ulariga e'tibor bermasalar, o'sha jamiyatda, oilada, xalqda energiya tajovuzkor, sovuqqon bo'lishni boshlaydi.
stress ko'payadi, hayot uchun kurash ko'p bo'ladi, tashvish tugamaydi va charchoq paydo bo'ladi. Bu ayollik energiyasi siqib chiqarilganlikning nozik yoki qo'pol signallari va bunday joylar hech qachon gullab yashnamaydi. Chunki muvozanat buzilgan, chunki aksariyat energiya kurash, bosim va nazoratga sarflanyapti. Bir faylasufning aynan erkak va ayol munosabatlari borasida shunday bir gapi bor. Erkak ayol tabiatining chuqurligidan qo'rqadi. Chunki u o'zini bilmaydi. U o'zini ishonchsiz his qilmasligi uchun ayolni boshqarishni xohlaydi. Ayol esa bu obyekt emas, balki jarayon. Agar erkak bu jarayonni hurmat qilmasa, uni ham o'zini ham yo'q qilishni boshlaydi. Nafis qatlamlarda esa bu pastki chakralarning, energiya markazlarining tiqilib qolishi, jinsiy mamnunsizlik, bo'shliq hissi va kompensatsiya sifatida tashqi muvaffaqiyatga intilish sifatida namoyon bo'ladi. Demak, aql xotirjam va yurak ochiq bo'lsa, biz insonlar koinotda ham, har kimda ham mavjud bo'lgan o'sha bir xil universal muvozanat, adolat mexanizmi ichimizda qanday ishlashini ko'rishni boshlaymiz. İçimizde xotirjamlikni topsak, tashqaridan qandaydir adolat talab qilishni to'xtatamiz aslida. Chunki bunday paytda hamma narsa adolatli ekanligini tushunib yetamiz. Shunchaki hali ham o'sha hayotning to'liq tasvirini ko'ra olmaymiz degan anglash tug'iladi. Va efirimiz pirovardida Deepak Choprani shunday so'zlarni yodga olmoqchi. Adolat bu jazo emas, bu muvozanatni tiklash san'ati. Bu tashqi uyg'unlikda aks ettiriladigan ichki xotirjamlik sari yo'l. Va bu muvozanat har birimizning ichimizda, qalbimizda boshlanadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat va keyingi ko'rinmas dunyo sayohatlarida ko'rishguncha xayr.